Sure Baqara tafsiri 42. oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam ala rasulillah va ala alihi va sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri va yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövəndə diqqətinizə İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsirinin Uygurca tercümesinden Sure Bakara'nın 42. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'da a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Haqni batılga, yani Allah nazil qılğan haqiqatni özüңla oydurup çıkargan nersige arlaştırmanglar. Haqni bilip turup yoşurmanglar. Namazni ado qilinglar, zakatni beringlar, ruku qilg'uvchilar bilan birga ruku qilinglar. Haq bilan botilni aralashtirib o'tish va uni yoshirishdan to'sish. Alloh taolo Yahudilarning haq bilan botilni aralashtirib o'tish va haqni yoshirib, botilni oshkorlamoqchi bo'lgan niyatidan to'sib mundaq deydi. Haqni batılga, yani Allah nazil qılğan haqiqatni özüңla oydurup çıqqan nersiga aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yoshirmanglar. Allah ularni ikki ishdan tangla to'sdi va haqni ochiq oshkorlashga buyurdi. Zahaq bu oyatning mazmuni haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar haq bilan botilni, rast bilen yalganı aralashtirib etmanglar. Qatada bu oyatning mazmuni haqida mundaq deydi. Sizlar musulmonlar Yahudi va Hristiyan dini bilan islom dinini aralashtirib etmanglar. Haqni bilib turib yoshirmanglar. Yani sizlar islom dinining Alloh taolaning dini ekanligini, hazırki Yahudilik ve Hristiyanlıkның Allah tarafından düşken din bolmay, özleri payda qılıp alğan din ekenligini bilsiler. Hasan Basrimu bu haqda Qatadaga o'xshash bayon qildi. Muhammad ibn Ishaq bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar men avatmoqchi bo'lgan payg'ambar ve o ilip kiladigan dinini bilsiler. Sizlar biliminglarni yoshirmanglar. Sizlar onu qo'llaringlardagi kitoblaringlarda yozilgan joylardan topsilar. Ibn Kathir mundaq deydi. Haqni bilib turib yoshirmanglar degan oyatning ma'nosi, sizlar Yahudi va Hristiyanlar haqiqatni yoshirib nahaqni texmi ko'paytish uchun uni azroq haq bilan aralashtirib o'tirib qo'yish orqali kishilarni to'g'ri yo'ldan adashtirib, do'zax ilib boradigan yo'lga boshlab qo'yishdan chiqadigan ziyonni bilsilar. Namozni ado qilinglar, zakatni beringlar, ruku qilganlar bilan ruku qilinglar. Ruku qilg'uvchilar bilan ruku qilinglar. Muqatil Allah Teala'nın namazını ado qilinglar degan so'zi kitob berilgan kishilarga qartib deyilgan dedi. Yani Allah ularni payg'ambar alayhissalom bilan namoz o'qishga buyurdi. Zakatni beringlar. Allah ularni zakatlarini payg'ambar alayhissalomga berishga buyurdi. Ruku qilg'uvchilar bilan birga ruku qilinglar. Allah ularni payg'ambar alayhissalomning ummatlaridan ruku qilgan kishilar bilan birga ruku qilishga buyurdi. Yani sizlar ular bilan birga bo'linglar, mu'minlar bilan ularning eng yaxshi ishlarida birga bo'linglar, xususan namozlarda birga bo'linglar dedi. Bu oyatni ko'plagan olimlar namozni jamoat bilan o'qishning vojib ekanligiga dalil qilib keltirdi. Kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutumsizlar. Halbuki sizlar kitob, yani Tevratni o'qib tursizlar, tushunmamsizlar. Yaxshi ishni o'zi qilmay boshqalarga buyurishni ayıplash. Alloh taolo bu oyatda mundaq deydi. Ey kitob berilgan kishilar,
Sizlarning boshqalarni yaxshilikqa buyurib, o'zinglarni unutib qolganinglar qandoqmi sizlarga loyiq keladi? Boshqalarni qilishga buyurgan ishlarga o'zinglar amal qilmaysizlar. Sizlar bu holatinglar bilan kitob o'qiysizlar. Uning ichidagi Alloh taolaning buyruqlariga sal qarab, xatolik o'tkazgan kishiga bo'ladigan azoblarni bilasizlar. Tushunmamsizlar? Ya'ni sizlar o'zinglarga qilgan ishlarni o'ylab boqmamsizlar? Ya'ni sizlar o'zinglarga qilgan ishlarni o'ylab boqmamsizlar? Agar sizlar dillaringlarning g'aflatda ekanligidan sergaklashsanglar, kufrlikdan ko'zinglar ichiladi. Abdurrazzaq bu oyatning mazmuni haqida Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Isroil avlodlari kishilarni Allohga bo'ysunish va taqvodorlik qilishga yoki ishlarni qilishga buyurib, o'zlari uningga amal qilmagan edi. Qilgan bu ish uchun Alloh ularni aybladi. Suddi va Ibn Jurayj bu oyatning mazmuni haqida mundaq deydi. Kitob berilgan kishilar va munofiqlar boshqalarni ro'z tutishga va namoz o'qishga buyurdi. Boshqalarni qilishga buyurgan ishni o'zlari qilmaydi. Shuning uchun Alloh ularni aybladi. Yaxshilikqa buyurgan kishi shu yaxshilikni qilishga boshqalardan bekrak oldirish lozim. Muhammad ibn Ishoq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. O'zinglarni unutumsizlar, ya'ni sizlar o'zinglarni unutib qolamsizlar. Halbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib tursizlar. Tushunmamsizlar? Ya'ni sizlar kishilarni Tavratning ichidagi va'daga xiloflik qilishdan to'siysizlar. Lekin o'zinglarni unutysizlar. Ya'ni Tavratning ichidagi men xabar bergan payg'ambarga ishonishdan iborat sizlardan olgan ahdiga tanısizlar. Mening va'damni buzsizlar va mening kitobimdan o'rgangan narsadan yenib olasizlar, tenib olasizlar. Alloh taolaning bu oyatlarining ma'nosi yuqorqi kishilarning boshqalarni yaxshilikqa buyurib, o'zlari uni qilmaganligi uchun Alloh ularni ayblaganligi va ularning qilgan xato ishiga ogohlantirish berganligini bildirdi. Alloh ularni hargizmi yaxshilikni o'zlari qilmay, uningga boshqalarni buyurganligi uchunla ayblagan emas. Chunki yaxshilikqa buyurish har bir olimning majburiyati. Lekin yaxshilikqa buyurgan olimning shu yaxshiligini o'zining qilishi uning o'zi uchun yaxshidir. Alloh taolo Shuayb alayhisalomdan hikoya qilib mundaq deydi. Sizlarga qilish mani qilgan narsani o'zimmi qilishni xohlamayman. Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha tuzashni xohlayman. Men faqat Allohning yordam bo'lgandila muvaffaqiyat qozona olayman. Hamma ishda Allohga tayinaman va uningga yuzlanaman. Har qanday yaxshilikqa buyurish va uni qilish vojibdir. Salaf va xalaf olimlarining to'g'ri deb qaragan so'ziga asoslanganda bir yaxshi ishni qilmaganlikdan yana birsi gadandan saqib bo'lib ketmaydi. İmam Ahmad Abu Vailning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Usamaning orqasida mingishib olgan edim. Usamaga gap qilmamsan dedi. U, sizlar meni uningga gap qilmaydi deb o'ylamsizlar. Men faqat uningga birinchi bo'lib so'z ichishni xohlamayman. Undan boshqa har qanday gap so'zni qilishiman.
Allah'ның namı bilen qasam qilaman ki, men Peygamber aleyhisselamdan bir sözünü anlagandan keyin hech kimge, hatta Ali başlık bolsumu, sen kişilerinin en yaxşısan demeydigan boldum dedi. Kişiler Peygamber aleyhisselamdan qaysi sözünü anlagan edin deb so'radi. U men Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini anlagan edim deydi. Kıyamet günü bir kişi keltirilip dozaqqa taşlanıdı. Ondan onun üçey bağrı çıkıp gidiyordu. O çıkıp ketken üçey bağrı etrafında eşek tügmen tişi etrafında çökülgendek çöküleydi. Ondan dozaqtaki kişiler kelip onunla, ey palani, sana nim boldu? Sen bizni yaxşılıqqa buyurup yamanlıqtan tosaytdın go deb so'raydi. O, men sizlarni yaxşılıqqa buyurup özüm qilmaytdim ve yamanlıqtan tosib özüm qilatdim deb javob berdi. İbrahim Nahai mundaq deydi. Men Qur'ondagi 3 oyatning sababi bilan qissa so'zlab berishni yomon ko'raman. Ular kishilarni yaxshi ishqa buyurup o'zinglarni unutumsizlar, halbuki sizlar kitob, ya'ni Tevratni o'qib tursizlar, tushunmamsizlar. Ey mu'minlar, sizlar nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Ya'ni amalda sizlar qilmaydigan yaxshi ishlarni nima uchun og'zinglarda qilamiz deysizlar? Sizlarning qilmaydigan ishni qilamiz deyishinglar Allah'ның dargohida eng o'ch ko'riladigan narsadir. Sizlarga qilish mani qilgan narsani o'zimmi qilishni xohlamayman. Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha tuzashni xohlayman. Men faqat Allah'ның yardım bo'lgandila muvaffaqiyat qozona olayman. Hamma ishda Allohga tayinaman va uningga yuzlanaman degan oyatlardir. Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rquvchilar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysunguchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatli ishdir. Allohdan qo'rquvchilar Robbiga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi. Sabr qilish ve namaz okuş orqali Allah Teala'dan yardım tilash. Allah Teala bu ayette bendilerini dünya ve ahiretinin baxt saadetiga erishish uchun sabr qilish ve namaz okuş orqali yardım tilashga buyurdi. Muqatil İbn Hayyan bu ayetning ma'nosi haqida mundaq deydi. Sizlar ahiretni talab qilishda, farz ibodatlarni qilishda duch kelgan jafo mushaqqatlarga sabr qilish ve namaz okuş orqali yardım tilanglar deganlik bo'lib, bu yerdagi sabr ro'za tutishni ko'rsatadi. Mujohid mu sabr qilish ro'za tutishni ko'rsatadi dedi. Hadisda deyilgandek Qurtubi ve boshqalar mundaq deydi. Shunga Ramazon oyi sabr qilish oyi deb ataldi. Sabr qilishdan gunohlardan o'zini tortish maqsad qilindi. Shunga sabr amal ibodatlar bilan bir yerda keltirildi. İbadetning eng olisi namoz o'qishdir. Ya'ni sabr qilish bilan namoz o'qish bir yerda keltirildi. Buning bilan gunohlardan o'zini tortish maqsad qilindi. İbn Abu Hatim Ömer İbn Hattob radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sabr qilish ikki xil ma'noni bildirdi. Birinchisi qiyinchilik yetganda sabr qilish. İkincisi Allah Teala'nın to'sqan ishlardan yong'anda keladigan jafo mushaqqatlarga sabr qilish. Bu savobi eng cho'ng sabrdir. Hasan Basri bu to'g'rida Umarga o'xshash bayon qildi. Ba'zi olimlar namoz har qanday ishda tavranmay turish uchun katta yordamchidir dedi. Allah Teala tövendeki ayetlerde namazning ahamiyatini bayon qilib mundaq dedi.
Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana vahiy kılınan kitapni, yani Kur'an'ı tilavet kılgın. Namazını ta'dil erkan bilen okuğun. Namaz hakikaten kabih işlerden ve günahlardan tosudu. Allah'ını yad etiş hemmedin, yani onundan başka hem ibadetten uluqdur. Allah kılıvatkan hem işlemlerini bilip durdu. Allah Teala'nın o hakikaten müşakkat işte diyen ayetideki o diyen almaştın namaz maksat kılıngan boluşu yoki yuqorida so'zlab o'tilgan vasiyat maksat kılıngan boluşu mumkin. Buningdan qaysi birisi maksat kılınсын, bu ayetning ma'nosi mundaq deganlik bo'ladi. Shak shubhisizki namaz yoki yuqorida bayon qilingan vasiyat Allah Teala'nın tushirgan kitobiga haqiqiy ishonganlardan boshqasiga haqiqatan ig'ir keladi. Allah'tan qo'rquvchilar Robbiga cho'qim muloqot bo'ldiganligiga, ya'ni ular Allah tushirgan kitobga ishonganlar qiyomat kuni o'zlarining Allah tarafiga qaytadiganligini biladi. Va Allah'ның dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi. Ya'ni ularning ishlarining Allah Teala'nın xohishiga qaytadiganligini biladi. Allah bu ishlarda o'zining odilligi bilan xohlaganicha hukm qiladi. Shunga ular o'lgandan keyin Allah tarafiga qaytadiganligini va o'zlarining qilgan amallariga qarab yaxshi amal qilgan bo'lsa mukofot, yomon amal qilgan bo'lsa jazo beradiganligiga chin dilidan ishongachga yaxshi ishlarni qilishga oldirab yomon ishlardan osonla qo'l uzdi. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. İsrail avlodini boshqa ummatlardan ortiq qilganligini ularga eslatish. Allah Teala bu oyatda İsrail avlodiga ularning ota-bobolariga bergan ne'matlarini eslatadi. Allah Teala ularning ichidan payg'ambar avatish va ularga kitoblarni tushirish orqali ularni o'z zamonisidagi kishilardan ortiq qilgan edi. Allah Teala bu haqda mundaq deydi. Ularni, ya'ni ularning ayni zamanda mushundaq sharafga loyiq ekanligini bilib turib, o'z zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allohning sizlarga bergan ne'matini yod qilinglar. Allah o'z vaqtida ichinglarda sizlarni to'g'ri dinga yetaklaydigan nurg'un payg'ambarlarni borliqqa keltirdi. Sizlardan podshohlar qildi. Ya'ni o'zinglarni o'zinglar xo'ja qildi. Sizlarga jahon ahlidan hech kishiga bermagan daryoni yerib o'ttirisidan yo'l ichib berish, bulutlarni soyibon qilib berish, osmondan yemaklik tushirib berish qatorliq ne'matlarni berdi." Abu Ja'far Rodi Allah Teala'nın ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar degan oyati haqida Abu Aliyaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ayni zamonda Isroil avlodiga podshohlik, payg'ambarlik va muqaddas kitoblarni berish orqali ularni shu zamonning ahlidan ustun qildi. Muhammed aleyhisselamның ümmetining İsrail avlodidan ortiq ekanligi. Shak shubhisizki Muhammed aleyhisselamның ümmeti İsrail avlodidan hurmatlidir. Chunki Allah Teala bu ümmetga xitob qilib mundaq deydi: "Ey Muhammed ümmeti, sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirg'a chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sadigan, Allah Teala'ga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudiylar, Nasoralar iymon etsa, ya'ni Muhammed aleyhisselamga nozil qilingan vahiy ishonsa,
ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlar bor, ularning to'lisi fosiqlardir. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: sizlar 70 millat bilan uchrashsizlar. Sizlar ularning eng yaxshisi va Alloh taolaning oldida eng hurmatlidirsilar. Bu vaqtda nurg'unlagan hadislar bor. Alloh taolo xolisa u hadislarni keyingi bablarda so'zlab o'tamiz. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Baqara surasi tafsirininki 47 oyatgacha o'qidik. Oxirini keyingi qitimda anglaysizlar inshaalloh. Va oxiru da'vana valhamdulillahi robbil alamin.